Men Mahmudova Mohinur, Qo'rg'ontepa tuman 2-inson politexnikumi psixolog lavozimida ish olib boraman. Psixologning asosiy vazifalari o'quvchi yoshlar bilan ishlash, tushkun holatga tushib qolgan, do'stlaridan ajrab qolgan, jamiyatga qo'shila olmagan o'quvchi yoshlarni ruhiy holatini o'rganish va ular bilan suhbat olib borish, ularni bu holatidan chiqarish asosiy vazifalari. O'quvchilar bilan birinchi navbatda o'quv xonasiga kiramanda boshda qarshilik qilishadi, test olib boraman, turli xil trening olib boraman desam, qarshilik qilishadi. O'zlarini tortilishadi. Misol o'yin o'ynamoqchi bo'lsa, chiqib o'yin o'ynashdan o'zlarini tortishadi. So'ng o'yin boshlaganimizdan keyin ular qiziqib qolishadi-da, yana qaytib turli xil o'yinlar o'ynashga ishtiyoqi ko'tariladi, kayfiyati ko'tariladi. O'yinlarda asosiy foydasi ularning hozirgi holatini aniqlash, ruhiy holatida o'zgarish bo'layotgan o'quvchilarni aniqlash, shu davomida ham bilinadi. Ularning darsga qiziquvchanligi, bilim olishlari aniqlanadi. Tushkunlikka tushib qolgan o'quvchilarni trening davomida turli xil o'yinlarga qatnashmaganligidan, do'stlaridan alohida ajralib qolganligidan sezsak bo'ladi. Olingan test natijalarida ham bu yaqqol ayon bo'ladi. Tushkunlikka tushib qolgan o'quvchilar bilan alohida suhbatlar olib boriladi, yakka tartibda suhbatlar olib boriladi. Trening paytlarida do'stlari yordamida tushkun holatda sezgan, ruhiy holatida o'zgarish bo'lgan o'quvchilarni o'yinga jalb qilib, kayfiyatlarini ko'tarishga harakat qilinadi. Do'stlari bilan yakka tartibda ham shug'ullaniladi. Endi asosiy muammo nima deb o'ylaysiz? Asosiy sabablari o'tish davridaligi. Ular o'tish davrida o'zini o'zi tushunmasligi, o'ziga oldiga maqsad qo'ya olmaganligi yokida oilaviy muhitni ta'sirida ko'proq o'quvchi yoshlarimiz o'zini tushkun holatida his qilishadi. Bu holatdan misol o'zini qanday tutish kerak yo bo'lmasa kimdir bilan aloqa shug'ullanish shartmi? Bu holatda ko'proq psixolog oddiy shug'ullanadi yoki tartibda shug'ullanadi. Atrofida do'stlari bilan birgalikda jamoaga qo'shishga harakat qilinadi. Ustozlardan ham shunaqa holat bo'ldilar, misol shu politexnikumdagi xodimlar bilan. Ustozlarimiz bilan ham bunaqa holatlar bo'lib turadi. Oilaviy sharoiti, oilaviy muhitida ko'proq e'tibor talabli. Bunaqa holatlarda pedagog xodimlarimiz o'zlari oddiy suhbatga ham kirishadi. Ularni ko'rinish holatidan, tushkun holatda yurganidan bilib olib, suhbatlashish jarayoni olib boriladi. Ustozlar bir kelishgan holatda ham bu vaziyatdan o'tib ketishga harakat qilasizlarmi? Bunaqa kelishmovchilik, ruhiy tushkunlikka tushib qolishlari ko'proq yosh pedagog xodimlarimizda uchrab turadi. Bu vaziyatdan olib chiqishda yosh katta ustozlarimiz bilan maslahatlashib, suhbatlashib, ularni bu holatdan chiqaramiz. Dual ta'limda o'qiyotgan talaba yoshlarimiz bilan biriktirilgan korxonalarga borib, ish faoliyati jarayonida suhbatlar olib boriladi, turli xil treninglar, psixologik testlar olib boriladi. Dual ta'limda o'qiyotgan talaba yoshlar orasida ham testlar jarayonida, turli xil treninglar jarayonida ham tushkun holatga tushib qolgan, o'zini yolg'iz his qiladigan talaba yoshlarimiz ham uchrab turadi. O'quvchilarni avval o'zimda ularning holatini his qilamanda maslahatlar beraman.